De 1 gektar şalını nəlləş 6,5 milyon bot turtgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bize Shavot tumanida shal nəllər burganlarning yanına geldik. Hozir shal nəlni metrincha so'm bot turtdi, 1000 metrincha so'mdan nəllər burtilar, shularni hozir so'rab bilamiz. Bu yerda chaqqon gruppa degan bor ekan. Shu gruppa bizning o'zlarimiz Shavotning gruppasi ekan. Hozir bu yerda gruppasından çadan bazen mesela so'rab bilamiz, xudo xolasa. Ajoyib shunday bir shallarni nallab ishlab atdilar, ko'rdilaringiz yine. Yine. Bir anda shuncha odam nallab atdi yine. Keyin bu tarafda yine nallab bitdilar. Yine ko'rdilaringiz deyin. Bu yanlarda ham gruppalar bor. Shal nallab birgalar dim ko'p.